sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazildi. Malik emas bu, nima qilyapsizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Iltimos bor. Akajon, dadam qamab qo'yganlar. Aka, shuncha odamni uy bilan ta'minlab qo'ysa-yu, bir kishini qamab qo'yish insofdan, aka. Yordam qiling, aka. Endi tergov meni ham tortmoqchi bo'lyapti-da, aka. Tergovchi bilan shunday gaplashib bering, aka. Yengil qilib bersin ishni. Bilaman, qo'lingizdan keladi, yaxshi odamga o'xshaysiz. U tez bo'ladigan narsa emas-ku, u nechta odam bor hal qilish kerak bo'lgan. Oson hal bo'lmaydi. Pulidan cho'chmang. Buxorlar qaytmash. Hal qilib bersiz bo'ldi, aka. Bo'ldi, unaqa 20 ming bo'ladi. 20 ming? Ha, 20 ming. Aka, xarajat qo'ygan 13 ming tayyor turibdi lekin uyga. Tayyormi, taxti? Tayyor. Bo'ldi. Shu olib kelaman. Bo'ldi, olib keling. Rahmat. Qing'ir ishning qiyig'i chiqadi degan gap esingizdami? Buxoro shahrida sodir etilgan holatning noqonuniy ishlari fosh bo'ldi va qilmish egasi jazoga tortildi. O'zini qamoqdan saqlab qolmoqchi bo'lgan 2001-yilda tug'ilgan shaxs noqonuniy ishlarga qo'l urib qo'yganligini tushunib yetadi va jinoyat ishini yuritayotgan tergovchi bilan ko'rishib, konvoy xizmatining safdor xodimi jinoyat ishining unga nisbatan bo'lgan qismini harakatdan tugatib bera olishini aytib, undan 20 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qilayotganligini, lekin u faqatgina 13 ming AQSh dollari bera olishini aytganini, qolaversa hozirda ham undan ushbu pullarni berishini talab qilayotganligini ma'lum qiladi va safdorga nisbatan qonuniy chora ko'rishini so'rab, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasiga ariza bilan murojaat qiladi va konvoy xodimi bilan o'rtalarda bo'lib o'tgan suhbat jarayoni yozib olingan audio yozuvlarni taqdim qiladi. Viloyat shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida safdor erkakdan talab qilingan 13 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi konvoychi xodimiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi 28 orqali 211-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hal bo'lgandan telefon qilib boraman. Hozir kutib turibman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz bilan telefonlashdik. Ha. Nima xizmat edi? Telefonda aytolmagandim. Imtihondan yiqildi. Menga prava hal qilib berish kerak. Hech kim hal qila olmayapti. Manda o'sha hal qiladigan. Hisob kitobni to'lab qo'ysiz bo'ldi, yo'q hal qilamiz. Summani yozib yuborasiz. Ha, bo'ldi. Salomat Qo'yib bo'ling. sotib Samarqandda soxta yo'l patrul xizmati inspektori qo'lga olindi. Vaziyatni o'rganamiz. Pulni sanab olasiz? Chunki 15,5. Bu so'mda, ilgari so'm bo'ldi, 600 ming. 1600 dollar. 1600 dollar bugun sanab 5mi? 5-dekabr kuni sendan olyapman. Xudo xolasa 10-fevralgacha pravangni olib beraman. Agar 10-fevralgacha olib bermasam, senga 2000 dollar pulingni 10-fevralga qaytarib beraman. Samarqand viloyati Jonboy tumanida yashovchi 2005-yilda tug'ilgan fuqaro o'z murojaatida Samarqand shahrida yashovchi o'zini yo'l harakati xavfsizligi xodimi deb tanishtirgan shaxs 1600 AQSh dollari evaziga haydovchilik guvohnomasini olib berishini va'da qilib, aldab yurganligini ma'lum qilgan. Viloyat shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan shaxs ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ustiga ustaga olib borilgan tezkor tadbir davomida yo'l patrul xizmati xodimi soxta xodim bo'lib chiqqanligi va muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan sudlanganligi ham aniqlangan. O'zim hech qayerda ishlamasam ham yo'l patrul xizmati xodimini kiyimini kiyib, "Gaymisiz?" dedi bir tanishim, "Ha, gayman" deb aytdim. Magazindan sotgan formasini kiygan edim. Bu holat qayta takrorlanmaydi. Hammangizdan uzr so'rayman. Holat yuzasidan 1996-yilda tug'ilgan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali
168-moddasi 3-qismi B bandi hamda 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz ham korrupsion yoki boshqa jinoyatlarga guvoh bo'lsangiz, Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 3174 raqamlariga xabar bering. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.